Mana eshitamiz. Bu mashinani taqiqlagan sababini yaxshilab tushunib olinglar. Bu raqobat kuchli bo'lgani uchun, ya'ni O'zbekistondagi mashinalarni sindirayotgani uchun ishlab chiqarilgan zavoddagi Andijondagi Asakadagi mashinalarni sindirib tashlash xavf borligi uchun taqiqlangandan keyin tushunib oldinglarmi? Sababi shu. Mana hozir eshitasizlar. Haqiqatan ham o'sha nimaga o'sha taqiqlangani sababi shuki, O'zbekistondagi o'sha monopoliya holatda ishlab chiqariladigan mashinalarga xalal berayotgani uchun har o'yin qilib zarar keltiradi deb taqiqlab qo'ygan. Agarda bu narsa haqiqatdan inson salomatiga zarar keltiradigan bo'lganda, jahon bo'ylab, dunyo bo'ylab taqiqlangan bo'lar edi. Shuni tushunib olinglar yaxshilab, haloyiq. Assalomu alaykum O'zbekiston aholisi. Bu mashinalarni taqiqlangani sababini men sizlarga yaxshi tushuntirib o'taman. Sababi bu yerda bu mashinani ustunlik jihatlari bo'lgani uchun mana bu GM O'zbekiston bor-ku, o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Asakadagi mashinalarga, umuman monopoliyadagi ishlab chiqaruvchi mashinalarga sindirish xavfi bo'lgani uchun, xalal bergani uchun taqiqlab qo'yishgan. Agar haqiqatdan inson salomatiga zarar yetkazish bo'lganda, buni dunyoda taqiqlagan bo'lar edi. Buni tushunyapsizlarmi? Dunyoda taqiqlangan bo'lar edi. Dunyo bo'ylab taqiqlanmadimi? Bu imonni O'zbekiston monopoliya ishlab chiqaruvchi zavodlarga xalal bergani uchun taqiqlanyapti. Agar inson salomatiga zarar yetkazgan bo'lganda, yaxshi tushunib olinglar O'zbekiston aholisi. Alloh sabr bersin. Leapmotor C16 ni olib kirayotganlar. Muvofiqlik sertifikatsiyadan уже o'tmaydigan bo'lib qolibdi. Leapmotor C16 sertifikatsiyadan bu yog'iga o'tmasagan sababi bizani go'z standartlariga to'g'ri kelmasagan. Men o'zim 3 oydan beri Leapmotor C16 haydaydigan odam sifatida sizlarga tavsiya beraman. Bu mashinani umuman olmanglar. Bunga 3 ta sabab keltiraman. Birinchisi, mashinada hadoy juda ham yumshoq, xuddi Mercedes hadoyiga o'xshab ko'p richeli bo'ladi. Shuning uchun bizadagi yamalarni hech qaysini his qilmaysiz. Shuni hisobidan siz uxlab qolish ehtimolingiz bor. Ikkinchi sababi, mashina juda ham aqlli. Bunda adaptiv cruise control, samotarmajeniya, avtostop, ya'ni hamma funksiyasi bor. Ya'ni avariya holatlarini oldindan his qiladi, даже peshxodlargacha hammasini o'qiydi va o'zi to'xtaydi. Bu nima beradi? Birdan tormoz bossa, siz cho'chib ketishingiz mumkin. Uchinchi sabab bo'lsa, mashina gibrid va gibrid rejimda masalan hozir ko'rsanglar bo'ladi. 471 km ko'rsatdi. Agar hammasi full bo'ladigan bo'lsa, 1100 km yuradi. Shuning uchun bu mashinani umuman olmaydi.